Assalamu alaykum. To'rdoshlar, yaxshimisizlar, yaxshi turdinglarmi? Yana qarshingizga chiqib qoldim. Bunda bir ish bilan chiqdim bugun hamda. Men hozir qatimliq naq maydonda To'g'liq Hamid, ya'ni Shivsiya turayotgan To'g'liq Hamid to'g'risida chiqdim. Endi bu To'g'liq Hamidni sizlar bilasizlar. Ota-onasi uchun yolg'iz kishilik namoyishini boshlag'ili yarim yildan oshdi. Bazı vaqtlarda hükümetin uçuruşları bolsa, analikin o vaqtlarda naq meydan qılamaydı, yoki namoyishga chiqamaydı. Eğer de uçuruşlar bu vaqtida chiqamaydı, uçuruşlar yo'q chaqda chiqib, ota-onasi uchun iyi chiqib keldi. Onun aldıda meni izlagan. Men bir necha qatim naq maydonlarda tilga olgandim. To'g'liq Hamid burun meni izlab baqqan, onaki o'tirib chiqsangiz mamdu desem, o'zining har xil aldanganligini o'zim so'zladi. Ondan keyin meni qayta izlagan vaqtida, "Fukam, bir necha shart bor. Isbotingizni ko'rishim kerak." Ondan keyin isbotingizni ko'rib bo'lgandan keyin yana birisi siz bir tashkilotga vakilmi? Tashkilotga vakil bo'lsangiz, tashkilotning ishini qilavering, lekin men izlamam. Menmi tashkilotga kirmayman. Erkin men ishni xohlayman, chunki o'zim ishini alayman, lekin boshqalarga ishini bulamayman deb turib desam, "Yo'q, men tashkilotning emasda, manda deb turib, unda o'z keling. Men boray deganda, "Yo'q, mening uyim qulaysiz. Men uyga mehmon qabul qilmayman. Shuning uchun men boray" deb turib, har qanday narsalarni ko'rib, ham bir nusxani elib, qaytib keldim. Anandan keyin bu bolani qo'lladim, keynida turdim. Ota-onasiga ega chiqish xato emas. Menimcha, endi ba'zi odamlar uchun ota-onasi yo'q odamlar uchun aytgan chog'da bu balkim bunda so'ygini bilmasligi mumkin. Ota-onasi bor vatanda qolib qolganlar uchun aytgan chog'da ota-onasi uchun ega chiqish bu xato emas-ku deyman, qas qarindoshlar dey. Andan keyin ovoz men To'g'liqqa gaqirgan vaqtimda To'g'liq qopib, "Hada Jamboyada qazoba. Shuning uchun mening ovozimni, har qanday ovozimni apmangsingiz, bir ishlar bo'lib qolsa, menga ega chiqsingiz" dedi. Shuningga men har bir ovozni qilgandan tortib apmangdim. Andan keyin To'g'liqning o'zining advokati, hukumat soqchilar bilan ko'rishish orqali sen tahdid his qilgan vaqtingda har qanday ovozni olsang, bu bir isbot bo'ladi deb turib olgan qog'ozlarim bor. Anadaki To'g'liqni hozir qadar "Voy, isbotingni ko'rsatmamsa, voy isboting qani" deb sen davlat bexatarlik idorasida ishlamsa, ishini hal qilib bera olamsa, To'g'liq Hamidning ota-onasini chiqarib, "Heliq nochi Twitterlarga chiqib ketgan, heliq yolg'on molla" deganga o'xshash hal qilib bera olamsa To'g'liqnikini, anandan keyin advokati bilan ko'rishib, qanchalik nima ishlarni qilib bersa, anandan keyin deyishayli, sen qaysi salohiyat bilan kelsa degan masala bor. Sen kim o degan masala bor. Meningmi To'g'liq Hamidning narsalarni o'tirib qo'yib o'tish hech qanday huquqim yo'q. Faqat saqlab berish hem bununla destek buluş mesuliyetim var. Özüm halap. Onundan başka işim nimem yok. Hukukum yok. Koyvetmemse, sen kim o? Diyen gap var. Anadaki koyvetken neslerge nispeten özümüz iyi olalayımız. Mesela avazı iliş, men ezelden ispatsız bir yerge basınız yalanaş. Çıkkanı okşaş iş. Ispating bo'lmi deydi. Ispat degani qo'yib bo'lgan biz. Qo'ygan chog'da ko'zim ko'rmadimi? Qasingninki? Hamma narsa sening rost emas. Ismi jismi yo'q odam buni yozmaslik kerak. Ismi jismi bor haqning. Ismi jismi bor odam seni maqtasa bo'ladi. Ismi jismi yo'q deb bunda bir nima san qarshi yoki o'xshamagan fikrni yozsa, u bo'lmaydi. Huyey! Cumhuriyet Komünist Partisi'nin acayip terbiyesini ağan kesse, qasın. Mavu. Anandan keyin bana tünögün, bugün bir neçe ayallar yezipti. Avazı sözlepti hem. Ben sizi fikir, birlikimiz bo'lmay, beshida to'g'ri tushunmageçke, ba'zilarga ba'zan narsan to'kib saptikanman.
Mesela sizden ağrınğınımız, o bu doğrusida. Şunun için endi ertogün bizni muşta uruş saladigan bir iş temalar çıkıp kalsa qandaq his qilsiz degandi. Şahsi ziddiyetim yok. Hiç qandaq adam bilen. Eriş berişim yok. Erişim bağ olsun mu? Berişim yok. Hiç qandaq adamga Allah'a canlı qazım var. Onundan başka hiç qandaq qazım yok. Şunun için eğer de mening fikrim qo'shilmasangiz, o'zingizning fikrini saqlang. Ammo o tökkan bo'lsangiz, men unda gaplarga mitma qilmayman. Ziminimni satmaganlar bo'lsang, onundan boshqa vaytillam sen nemish qilsang, ya ba'zilarini bek ishib ketganlarni kasalga deb o'ylayman, ya ba'zilarini oshiqga deb o'ylayman. Menga tinmay so'rab, men yaxshi ko'rmagan odamlarning narsasini ko'rmayman. Oy, izlab so'rab ko'rding degan gap oshiq ekansa deb tushunaman. Mushu anadagi To'g'liq Hamidga nisbatanmi men degandim, tashkilotga kiribli qoldim ukam. Tashkilotchilik ekanligini bilibli qoldim. Aqlim qaramayman, chattig'im yo'q degan gap. O'zimni barkan mana ko'rib yutibdi. Men shunda degan. Desam, "Ya qada" degandi. Men narsani ko'rmay, hargizga qilmayman. Hech qanday odamniki. Bu eg'izga kim ishinidu seni butun dunyoda Uyg'ur bo'lgan bilan kimni ishinidu? Faqat do'stlik o'rnatgan, billa mangan odam birsi-birsiga ishindi, lekin isbot asos bo'lish kerak. Isbotni ko'rmay, hargiz. Biz sabdoshlar ara ashundoq. Ba'zi odamlar voy top qo'rsingiz, men sizning adamingiz bo'lay, men sizning adamingiz. Qandaqsiz sen mening adamim? Men o'zimga vakillik qilman, o'zimning adamim men o'zim. Sabdoshlar bilan tang menotimiz, hammamizning vazifasi ayrim. Lekin her qanday xodda bir-birimizning fikrini anglaymiz. To'satdan bir odamlarni qo'shib milliyaga akirib qo'yamaymiz. Birdan o'ngdan, birdan soldan, birdan yuzini elib, küttüngni elib, yuzini chaplayversan, ha deb o'ltirgan. To'g'ri hech nima yuyilib ketgani yo'q. O'zingni bir odam WhatsApp'da seni izlab, e'lon chiqarib, "Voy Zumrat Tursunni izlayman. Voy Zumrat Tursunni topaman" degan necha e'lon bordi. Anadagi men bilan ko'rishib, anadagi gapni qilgan bo'lsam, men eg'izli gap Qo'ngli bo'lmasa, ega bo'ladigan gap men eg'izligi gapga. WhatsAppda gap qilsa, o gapingni sen meni anglasin deb degan gaplaringni ishlatsam, o har qanday vaqtida haq. Har qanday vaqtida. Men deb qo'yay, sen degan bir tashkilotchi. Tashkilotni nomus qilsang bo'ladi, mening kaynimga, peyimga tushadigan ishinggacha. Xitoyni qila berib. Voy mustaqillikda vaqiraysa, butun tashkilotning ichiga bir nimalaring bo'lsa, men qoldim, endi sen o'tirg'i tushmagan, birsini tashlamagan. To'g'liq bilan ikkimizni ziddiyatlaştiramiz deb To'g'liq bunda deganda burun, To'g'liq anda deganda, To'g'liq meni jalobli demagan bo'lsa, ne? Xoyinli demagan bo'lsa, nima desa o'zing ishi? Men o'qoqni berib atgan. Ne? Xuddi sen vazifalik uni buni qilib turib, yenimga yaqinlashganingni bilmaydi deb qolma. Bilmaydi deb qolma. Sen u yerga, bu yerga ba'zan narsalarni qilmayman da, sizni palonchi bunda dedi, pokonchi dedi. Hech nima chiqib ishiltib baxmaganda emas sening bir nima qilganingni. Ba'zan po'xlardan chiqtanmagan vaqtingda bir tema bormi? Ashu temani ishlatgan bo'lsam, deganlaring opirib junda qilib chapla chashsang, o'zingni ovoz turibdi. Men hech qanday odamning WhatsAppdagi ovozini jumayman. Qaytirib olgan odamlar va uni yo'tkib olaman. Ashundoq. Chunki tenib olsam men bir xudo emas. G'oyibni bilmayman, chiqirib o'tirib xudo bo'lmasam men. Tenib olgan tursam ovozimni saqlab qo'yman shu. To'g'liq Hamid gibi degan mening ovozimni saqlab qo'yibkan. Bir kunlarda qoshing chiqib qolmayman, yana sarang o'p qilib, kallamning dadi o'p qolsa deb turib degandim. Ha, ashundoq. Her qanday narsa To'g'liq Hamidning rost. Ovozi ovoz, isbotisi isbot, hammasi rost. Rost bo'lganlik uchun aralashdim, kaynida turdim. Onda sakildib, men qilib chiqolmadim. Sen bir o'g'il bola afkam. Qila olaysan sen. Faqat o'zing ishonching kam yo'q, kamaraq o'xshaydi dedim. İmzani vujudga chiqadi-ku. Ha, o'zi qildi ashad namina chopib yurib. Topları var sözleydi o aşağıda. Anadaki yeni bir nesin dep berey. Abdüveli Yasıng'ımıcı neçce aylık pulunu şoküt dedi. İvet verdi. He, başka iş kılamısam de.
hacizning bu aşı bekişiniki bir hacizden çıkay dep. Hemmedim toru çıkma pulunu götürüp durup yoki mındaq dep turib çıkamaydı. Saran adam bo'lmagan ekan. He, onu Allah bilsin hesap deymiz. Özünün gepi şu, on kol kılganı sol kol bilmeydi ben davettim mi yerde. Biz kılgan işini çıkayıp mındaq durib 5 koyun tutup 100 koyun tutkuz koyup resim düşmeyimiz. Talay teşkilatlar var aş Türkiye'de ahlak doğudan tamak yeterip yiyen aş Abdüveli Yasin'ti. He, hazırki bir özgürüşlerini hemmemiz bilip duruvatımız. Septaşlar, dostlar körümüz abalının ahvalini, özgürüşlerini. Ha, Xudoga şükür deymiz. He. To'liq Hamidning qilayotgan ishlarini hemmamiz bilib turimiz. Ay, 90%ni to'g'ri demaymiz. 10% to'g'ri chiqib qolsinmi? Ay, imzoni 10% o'zi qildi. Qilayotgan o'zing. Qila olasan. He. Nima uchun qilding buni deb so'rab baqqanman. Nima uchun qo'llaysa deb. Men bu demokratiyani o'rganish kerak deb turib qo'lladim. To'g'ri Hamid, voy men boshqa ish qilolmasam da, voy shu ota-onam uchun ozroq olsin bir ish qilib qo'yay deb o'ylayman. Shuning uchun qo'lladim. To'g'ri ish qo'yish deb to'g'ri imzo. Shuning uchun qo'llayli dedik. Oltaranmayotgan, sakrab ketayotgan ash imzoning natijasi to'g'liqqa junda chetish bilan bo'lyotidi. To'g'ri Hamid hech qanday tashkilotning emas. Agar tashkilotning o'zi qanday qog'ayman men seni deb degan o'ziga. Agarda dunyoning har qaysi joylarida mayli meni nima deb tillagan bo'lsang qo'rqma. Nima qo'rqsa va siz bir nima demayman. Nimalarni to'kayotgan bo'lsangmi qo'rqma. Quliqimga kelgan bo'lsin chotig'im yo'q. Ba'zan vit inkaschilar va nimalarni deb tillab qo'ygan bo'lsang mayli ovozim kelsinmi men hech nima demadim-ku. Men sana o'xshash emas, palonchini yuzimni apli bir odam bilan fikrimda o'xshashmaslik bo'lsa, jimit orliq saqlayman. Chiqib to'rda bir nima yezib, oningga dortib, mantullab, video ishlab qilmayman undaq. 2018dan hozir qadar talay odamlar sepdan tushib qoldi, mening sepimdan emas, mush ketib yetib tushib qoldi. Hammasining o'zga sababi bor. Lekin men to'rga chiqib palonchi oq, po'kinchi ko'k deb baxmadim. Tashkilotning oq xoinligini o'ttirga tashladim. Robiya Qodirnikini dedim, qandoq avtonomiya xotin. Ha, enedini ko'rsatib qo'ygan oltin oshqishini bergan xotin. Ha, avtonomiya talab qilamiz degan xotin. Qandoq gaping bormi? Nochosan telefon uray menga. Kakırmay uyada piyada. Şam yondurup oltamay. Hazırcı olsun mu? Aklışım joyida olmagan gün için balalarımga dep qo'ygan men. Hergiz odamga ko'rsatmaylar. Bir yerda beqinglar meni. Aqlim odishib qolgan vaqtimda dedim. Men unda sakrab ishtonni sapli chiqmayman bir yerga. Ha, qalsangning ishtonni sog'an bir nimalaring bor bo'lsin, birini ko'rsatdimmi? Özünün ivetken iştinini miyerçe sen dıngılıtıp gelən videolarını birasını koyup baktın mı? Sonra özünün çekilişini saklap oturmam ben. Sen yezi ve saran oğa adam yezi verdi, aşık yezi verdi. Kakıvela yatkının var mı, kopkının var mı? Bir nerede bakmanım yok. Birasının videosunu açılarının, akıllarının resvaçılıklarını men video almagan, çırak yandırıp verdiğen huyum yok. Özün çıkıp kalsa, ilinip kalsa, pul alırsa, açta iştandan ilinip kalsa, ahir kelgende kavaysa çıkıp. Əxloşu joyida adamcha men ishlatidi. Anadaki ağzımı geldi devegine ola sen jüvetkine ola emmi nesan tordu ba. Senin nesanını çıkardın mı tordaki nesanını? Özanın kuanı, özan aşkını ben çıkardım mı? Toğlu Hamid gibi dedim. Çıkarma Afgan. Sana ne mi diyen basımı çıkarma dedim.
ispat barmı? Ispat bilen sözlememse koyudu ançı mıncı avaz degen ne? Bomuz tenip aldığan tursan yüzün bilen koğanın farkı olmasa köpüp sözlemey ispat bilen çık aldığımı ispat bilen kel ben ispat bilen yüzünü çoplap koyalayım he kandığın olsan teşkilat mı bek pes oynaydıken sen hey yoğarak oyna baka oyunun ne resvala maksatlık onun peyiri düşüp bunun peyiri düşüp onu ivetip yanına bu yere ivetip xudu Türkiye'deki dernekçiler şunda ivetdi onu bunu ivetip oyay teşkilat siz derneknin ki ismegil işilteyle siz ne öyle oturup pul sanaysız bir katım birasınga yiyeceği baktım mı kandığı pul varsın ammayı hemen kara bilip al özümle canımla özüm bakalayma tilemçemesmen. Göçnün bağız kançık örlep kestim üçün yesem yeyme yemmesem olturma tuxum bilen sey korup verme. Onda bolamay ketmeyme. İcir kap. Xaqның yançığı qarap. Birisinin bəgən bir nimelerine soğatlarına qarap oltamayma. Bilip al. Bika yataklar yatmayma xaqның yeniği verip. He. Bir yerde de tutulup kalmayma. Tutulup kalgandikin aşında buludu. Kokolumuzdan tutuverip aşında sayırtıdı. Bir teşkilat kirip, bir teşkilattan birden çıkıp, birden kirip, bir nime kılıp, yani birisinin yanında. Biz bilmeyimiz emez kara. Sen mi bir akıl iyisi bolsan, oylap bak özün için densilip oylap bak. Tarihte yazılıp kaldım ben. Birdem ondan çıkıma, birdem soldan çıkıma dep durup oyluşmak se. Akıl ilgisi olsan, sen bir adam bolsan, vicdanı bolsa, meyli Rabbini kançık yaxşı göremse, tətəyini yaxşı göremse, nimi çattığım meniki, bana isilsa, benim çattığım yok. Lekin emmedemle özgüçlük, söz erkinlik var, sen sözlüsen buldu, başkalarım sözlüsü bulmaydı degen gep yok. İştahını götürüp bulup, xaqni jalap deydi adamlar vardı. Oy bu acayip ayallar varken, saramı sıra hey. Bütün tökülüken sen, resvaların torgu çıkırken, anadaki jığılap durup, bunun telefonu diken senden. Hop poptu deydi. Ben dedim birisiga hop poptu dedim. Hop poptu. Özün tökken diken haqqa aşında buludu dep. Ben birisinin kesel tarixini, yani birimizin yer birisi torgu çıkamadım. Birisini çıkargan basam de, çıkırıp koy torga. Pala vakti sen çıkargantın dep. Kanunga özün xilaplık iş qilsa, kanundan paydalansak çıdamaysa, sekreyse. Qanda onda gep ba? Xaqның her qancha bir ishni olib kelsanmi, o'ylashib miya sen resmiy ishni olmagan ekan, miyering bo'lgan ekan, aqling bilan javob bersa. Bikarimga birisinikiga, bu çoşqının göşününki qaynayotgan, batraqshayotgandan ichga apirib qo'y go'shini tashlaganga o'xshashda, anadagi bu halolti deb sen emas biz. Anikiga mani qistirib olgan, manikiga ani qistirib olgan. Chidab o'yna. Gaping olsa. Sen bir chidamaz. Sen bir tashkilotning ishti xolos. Dernek desen. Qanda türkilik qilding ey? Yüzüngni ichi etmedim hazır kadar. Bir nimangni chiqarmadim hazır kadar. Bazıları deydi o. Akılladım ama ağaçladım. Oyey, munda emas, munda ati, anda emas. Bazıları tırıng çaldı adamni. Oyey, ben vatanda turup sizge xat yazıvattım ha. Vatanda turup sizge imza ataydı degen tuk imzani qanda atmayız dep. Dikkat qilin. Torda tutulup kalma yana. Dep yazıp koysam ha qıp koydu bazıları. Bazıları tırıng bir narsan ivet Amerika'daki ma ücretini sizge ivettim dep. Hey, bana nereye dey desem yana. Bazıları ivetse, bek yaxşı, texim yaxşı izlinin. Rabia anınız doğrusu da, anadaki tətəyinin oğlusu, tazı izlinin. Ama bu narsan ivetmen dep yazıp koyma. Sen dutta açasan ben tembür çep verme. Iskırıp çep verme. Çandırmısak, bilmeydi dep qama qalsın ço.
Adam degende bizde olsun 100 buludu ey. Azırak olsun mu? Ma ağzındakisi gap boğan deken ey. İgi olursa özüngning jüvesangni yo'qaydi emas özüng ursa manga he. Men sürkülüp birsiga telefon urmayman. Özüng ursa. He. Sual sorg'il bağan chaqdimi? Voy sualınız var mı? Voy manga oldu de. Avazingni ağantim aşkınımı. Ben bilgen senin oyun oynaydıgınыңni. Şunun aşı vaqtidimi degendim. Ben telefonumni udul aşı reisga tutqizib qo'y. Men o'zim so'rayib hech kimni meni vakolatchim emas deb bir naq maydonimni so'zlab aytgandim men. Anandikin voy az qolgancha voy sizni sotqib berdigan bo'pti deb telefon urding. Yolg'onmi? He. Voy anglab qolmisin. Men qilganda shunda naynaqshidan ken bilmaydi deb qolma ey. Bu xudolik olam yolg'ondan qasam qilsangni hisob emas. İspatını çıkırsan mende ba. Sen ispat bilen kel men koyma. Men ispatın pişanını çaplamaydıgan bulsam. Dedim bu Tətəyinin ismini koyup alım özümün ismimga. İspat bilen kel, ispat bilen çıkma. Onda gep. Anadaki olturup oy, hey bir adamni sotqı berme desang çok qara. Dep koymaysa, berse çaqırıq kelidi anadikin. Xuddi men bir sigirni bəgenge o'xshash. Chaqiriq keladi. Duttachab, oltamay adamni to'li MTT qilib. Gaqimay desa, tatilab surkilasa, gaqmaydim aslida. To'liq Hamidning har qanday kipiras. Ben özgümü degansa, o'zimning ovozimni al. To'satdim paydo bo'lgan odamlarning ovozini tekimi al. Eğer tehdit mi geldi, onu devlet bir hatarlık gücü berib etildi. Aşındak. Özün oynaysa, iş kamlaşmagan çağda akığı örülüp çişleyse. Çişleyen çağda kanda buludu, tuğluk. İsindi bolsun, ufkam, hayatında eskatıda ispat dedim. Sen oturup çıktın. Hayat vaktinde, ben hayatlı olsam görme, ben hayatlı olmasam sen görürse, canım ufkam. Her kandak vaxtda ispat kaldır degen gapni men dedim. Qonundimi özünün inniq ba. Meningmi shu? Meni izlagan her kandak adam mening da voy munda xopti munda xopti. Kel aldimga. Tang chiqimiz. Mening da ba. Moshunda voy o'ttirib etime, voy jon yeringga oqib etime, ko'qib etime, sarang bo'lib qolgan odamlar bor. Sen tonimisam ya. Mushtaqlar bor. Hammani yig'ib, arxivlashtirib advokatim berme. Mening o'zimda bor. Mağama g'alati telefon kirib qolsa, shu zaman chiqidi. Qizilsizlik bilan chiqidi. O'zim tushsa to'rga. Ba'zi odamlarcha hayot seziming bo'lsa, unda qilmaysa, nomus qilsa, bolalaringni o'ylaysa, birdam o'ngdan, birdam so'ldan, voy tashkilotga naringni bermasdan, menga ne? Menga ne? Lekin chepilmaysa haqqa. Do'st bo'lgan chaqda deyishgan gaplaringni yoki unda bu gapni tepib sen isbotni chiqar. To'g'liq chiqara olaydi-ku, sen chiqar. Shu. To'g'liqqa qonunliq har qanday odam o'zini qo'g'dash uchun isbot yig'sa bo'ladi. Anandan keyin hech qanday odamning sizning u isbotingizni elish huquqi yo'q. Qonundan oladi. Xuddi To'g'liq Hamidnikini davlat bexatarlik idorasidan Shvetsiya grajlani bo'lgandan keyin Shvetsiya bexatarlik idorasidan edish huquqi bor. Uni olmoq uchun o'z qildigan ishni qilib bo'lgan. Qanday qilsang hamma narsa yig'ilib mangdi. Hozircha mayli To'g'liqqa nima desa yig'ilib mangdi. Shu gap. O yolg'ondan etiti deganning hech qanday ahamiyati yo'q. Xuddi Ertog'un çıkıdı çıknasla. O teşkilatlarının naynaylarını onda bek töven oynaydıkensler. Bekli töven. Acayip töven oynaydıkensler. Oy, ağzımı açmay turay. Yeni desse 3 ay vağırın hemiz çıkıdı doğruğanan dikin. Nim bulduğunun özün şu vaxtları körse. Qeyrindaşlarım, naaydı küzdüp durğanlar bugün bəkciyek dep oylayma. Ben ismini etmedim.
ismini aytmayman. Sen aytayver, men ismini aytmayman. Tazı tatla, men javoblik berib qo'ydim. O'zingga qilasan. Odam mayani qo'ng o'rinda ishlatmasizlarmi yana? Shan xushida odaymiz-ku mana. Mayalarni qo'ng o'rinda ishlatmasanglar, yuqori ustidagi nafas yo'lni, qo'ng o'rinda ishlatmasang, gapingga ega bo'lsa, qo'ng o'rinda ishlarsang, u hamda shu hisob. Shu. Agar qo'ngli bo'lmasa, shu atgina bilan qoladi, har qanday ovozlar qoladi, o'zing deydiganni deb bo'lib, oxiri kelgancha yana da sang'ochchi past emasman. Men sening ovozingni qo'ymayman. O'zing bilsa, o'zingning qilganini bilsa, lekin men qo'ymayman. Men senga o'xshash odam emas. Shuning uchun ismimni oshiq bo'lgan ekansan. Mustaqillik quruq shuvarvas nimanchi qo'qislar? Nimanchi qo'qislar? Nimanchi qo'qislar? Robiya anangnikini imib qo'ygan yering olsa men emmigan. Qusvatsang bo'ladi. Imib qo'yganlar bo'lsanglarchi qusvitinglar. Ashtaqli ish. Odamcha bika yetib yegandan keyin ashta ilinib qoladi. Ilinib qolgandan keyin anadigan g'ayri qovushiydi anandan keyin. Aşında tanınmay. Şununla qeyrindaşlarım, bugün mushunchilikni so'zlab qo'yay, meningcha yetarlik bo'ldi deb o'ylayman. Ham yetarlik bo'lmasa, yanama qisi bo'ladi qildiganlar. Yana javobini berib turmiz, vaqtida javob berib turmiz. Shuni to'liq Hamidga degandim men. Fukam, o'zingni bilib ol. Ertog'in seni moshundaqli bir tishlagan vaqtida ba'zi odamlar bilan inkos yozishganlarda deyman. Mayli adalari, mayli okalari deb turib deganlarga, Fukam, ba'zi odamlarningki 32 yuzini ko'rdim. Shuning uchun axloqni ishlat Fukam dedim. Mana to'liq Hamid agar yo'q desa, o'sha yozsin Zumrat adam yolg'onga qildi deb. Men to'liq Hamidga har vaqt deb turman. Ba'zi odamlar bilan aniq saqlab ketaman, lekin to'liq Hamidga men dastak bo'lganligim uchun yolg'onga qilma Fukam. Har qanday holat isbot bilan ol. Sening advokatingmi degan, soqchidimi degan bo'lgandan keyin har vaqt qil. Bu qo'g'dinishning usuli isbotlik bo'lish. Bo'lmasa qo'g'dinolmaysan. Seningki mush udulingdikisi, qarshingdikisi kimlar deb turib degan. Ba'zilar bilan inkos yozishganda hay degan to'q. Oqiga o'rib tishlagan vaqtingda ajoyib bir xil bo'lib qolsa degandim. Ba'zan narsalarni mashlarni qo'yib o'taymi degan chaqda yo'q. Qo'yma Afgan bo'ldi dedim. Qo'yma Afgan bo'ldi. Hamma narsaninki chig'i yaxshi dedim. Aşağıda agarda rost bo'lsa yezib qo'ysin to'liq Hamid. Men ashta degan to'liqqa. Hergiz ba'zan odamlarga yuz xotir emas, orliq saqlagan asosda muomalashgan, satlashgan, uning bilan buning bilan satlish jarayonlariga shohid bo'ldik hammamiz. Shuning diqqat qilgan ufqam deb eskartgandim. Yolg'on desa asta yezib qo'ysin. Zumrat adam yolg'on so'zlayapti deb. Şunun deydiğim qeyrindaşlarım, her qandaq yerda men to'g'riliq nima degan bo'lsam, men hergiz voy meni menda debdi, anda debdi, hergiz abay deydiganni deb bo'ldim. Lekin aşı sabablik kokolanlardan tutib elib, "Mana Zumrat menda degandan ani qo'yib o'tma, Zumrat menda degandan mani qo'yib o'tma" desa, "Ha" deb o'ltamanglar. O'zinglarni azroq bo'lsin g'ururni saqlab qilinglar. Yuzinglarni saqlab qilinglar. Mana qaranglar, kasallikdan tutib yana bir bilan o'tirg'i tashlash degan qanchalik bir ko'ngilsiz balalaringlar rahatsız bo'lib o'tibdi mana. Herhalde qonunli qo'g'dinishni bilinglar. Mayli ba'zan odamlar qaysi davlatda bo'lishidan qat'iy nazar qonunli qo'g'dinishni bilinglar. Yevropadagi bir yerlarda yashab o'ltiribman, o'zinglarni qo'g'diyolmay, Uyg'ur jamoatiga tashlab ba'zan narsalarni Uyg'ur jamoati orqali hal qilsanglar bo'ladi. Anda shaxsiylik, bu ishlarni cho'qqim qonunli hal qilishinglar kerak. Isbotliq chiqinglar, qonunimiz sizlarni umidsiz qo'ymaydi. Uning ishi nima? Rahmat sizlarga.